Assalomu alaykum, mening ismim Guli Maqsud. YouTube kanalida video ishlab kelayotgan, meniki videolarimni vatanning ichida turib ko'rayotganlarmi bor ekan. Tuvanda aytmoqchi bo'lganlarim vatandan chiqqan uchurlar, ya'ni guvohlik bermoqchiman. İsmi Mamtamin Rusul, Qashqa, Yengsa, Sitlayeza 7-kent 2 mahalladan. 2014-yili 7-oyninki 23-kuni tutib akitilgan. Saqal qo'ygan, bola o'qitgan, bolasini o'qitgan degandek bahanalar bilan tutib akitilgan masjidninki imomi. Yaşı 50 yoshlar atrofida. Bu odam 5 yillik kesilgan. 5 yil kesilib, hozir 5 yil vaqti to'shib bir necha oylar o'tib ketgan bo'lsa-mu, hozirgacha qo'yib bermagan. Bu Mamtamin Rusulninki o'g'li, ya'ni 15 yoshlik bir o'g'li. İsmi Muhammad Mamtamin. Bu bola hozir 16 yosh, o'rta maktabda o'qiydi. 15 yosh vaqtida yana o'tgan yili 2018-yili 1-oydan tortib 2018-yili 7-oygacha bo'lgan mezgil ichida yana 6 oy lagerda o'qib chiqqan. Lagerda o'qib chiqib, anandan keyin maktabiga qaytarilgan. Hozir o'rta maktabda o'qiyapti. Ashundaq kesilib vaqti to'shib bo'libmi, hozirgacha chiqmaganlarniki izdirigini qilganlarni ularni har xil bahonalar bilan tutib akirib ketdi ekan. Shunlashqa hech kim bir narsa deyolmaydi ekan, lagerlarning ichida yetaverdi ekan qarindoshlarimiz. Hozir deb o'tilgan bu kishininki rasmisi qo'limda yo'q. Ama oniki ism, familiyasi, aniq turishliq adresi, tutib ketilgan vaqti qatorliq aniq uchurlar bor. Biz bu kishininki darhol uyiga qaytib kelishini umid qilamiz. Uning oilasidagilarmi uni to'rt ko'z bilan kutyotidi. Har qaysi kishilik huquq ko'zatish tashkilotlarining bu ishga ko'ngil bo'lishini umid qilamiz. Hamda bu uchurlar vatandan chiqqan uchurlar. Vatandagi bu qarindishimiz menga beshimni ichimga tiqib yuribagim yo'q dedi. Mushu qarindishimizniki ruhidan ulgu olib bo'lsa-mu, erkin dunyoda yashayotgan qarindoshlarimizninki o'rnidan dast turib, o'ziniki yo'qolib ketgan qarindoshlari uchun qo'lim qo'shna, do'st birodarlar uchun guvohlik berishga chaqiraman. Rahmat.